Uyimiz Shayxontohur tumani Drujbada joylashgan. Orientirimiz Milliy bog' metro bekati, Oliy Majlisi shundoq ro'parasidagi do'mboti. Uyimiz 9 qavatli uyi 8-qavatida joylashgan, 3 xona, 4 xona qilingan, 81 kvadrat metrdan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizning kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan bu yerda stroyniy mebelni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning stroyniy mebellari, prixoja, oshxona va konditsionerlar qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda shunaqa katta zalni ko'rishingiz mumkin. Uyimiz hozir aytib o'tganimdek chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan. Devorlarimizga sifatli aboy va emulsiya ishlatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Zalimizdan bo'lsa spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Uyimizda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda spalniyamiz bo'ldi. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda ham spalniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda ham shunaqa kichkina koridor ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa razdelniy sanularimiz joylashgan. Uyimizning 4-xonasi bo'lsa, aynan mana shu xona bo'ladi. Joy egalari o'zi bu yerda aslida oshxona bo'lgan ekan. Oshxonani balkonga ko'chirib chiqarib olishgan. Bu yo'ni bo'lsa shunaqa choy ichib o'tiradigan bitta xona qo'yishgan ekan. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan.